Oltinsoy tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Assalomu alaykum aziz kitobsevar bolajonlar. Bugun men sizlar uchun o'zbek xalq og'zaki ijodidan Kenja o'g'il hikoyasini o'qib bermoqchiman. O'tgan zamonda bir donishmand chol yashagan. Uning 3 o'g'li bo'lgan ekan. O'g'illari voyaga yetgach, chol ularga bunday debdi: Bolalarim, men sizni yeyish-ichishdan kamsitmay o'stirdim. Har biringiz bir ro'zg'orning egasi bo'lib qoldilaring. Endi otlaninglar, turli shaharlarga borib, qo'rg'on solib kelinglar. To'ng'ich o'g'il otasi to'plagan oltin kumushlardan olib, Farg'ona vodiysining hamma shaharlariga borib, u yerlarga bittadan uy solibdi. O'rtancha o'g'li bo'lsa, Buxoro, Samarqand tomonlarga borib, qo'rg'onlar qurdiribdi. Kenja o'g'ilning xotini oqila, dono ayol ekan. U eriga: "Dadangiz turli shaharlarga qo'rg'on solinglar" deyishi bilan har bir shahardan do'st, yoru birodar orttiringlar demoqchi. Siz boshqa shaharlarga borib, ovora bo'lib uy solib yurmang debdi. Kenja o'g'il safarga chiqib ketibdi. U qayerga bormasin, surishtirib, eng yaxshi, vafodor kishilarni topib, ular bilan do'stlashibdi. U o'z safari davomida o'rtoqlari orasida mashhur bo'lib ketibdi. U akalaridan avval uyiga qaytibdi. "Qani, kim qaysi shaharga qanday uy qurdi ekan?" debdi chol bir kuni. "Yuringlar, bir aylanib ko'rib kelaylik." U o'g'illari bilan birga katta o'g'il qurgan qo'rg'onlarga borsa, so'rayib uy-joyning o'zi odamsiz turgan emish. Chol indamabdi. So'ngra o'rtancha o'g'ilning qilgan ishlarini ko'zdan kechiribdi. Uniki ham xuddi akasinikiga o'xshar emish. "Bu qo'rg'onlarning odamlari qani?" deb so'rabdi chol. To'ng'ich va o'rtancha o'g'il unga javob bera olmabdi. Hammalari kenja o'g'ilning yor birodarlari yashaydigan yerlarga borishgan ekan, ularni izzat-hurmat bilan kutib olibdilar. Ketma-ket ziyofatdan bo'shamay qolibdilar. Shunda chol o'g'illarga qarab bunday degan ekan: "Har bir shahardan orttirilgan do'st u yerga bir qo'rg'on qurish bilan teng. Mening maqsadimni faqat kenja o'g'lim tushunibdi. Mening ismim, bilimim, tajribam ham endi unga meros bo'lib qolsin." Shu bilan hikoyamiz shu yerda tamom bo'ldi. Ko'rishguncha xayr, aziz kitobsevar bolajonlar.